Ma'lum bir xususiy boshlang'ich maktabda o'qiydigan bir qiz bo'lib, u bir kuni uyiga g'amkin holda qaytib keldi. Onasi uning nima uchun qayg'urganligini so'raganda, qiz mundaq deb javob berdi. Ana, doim beshim og'riydi deb yuradigan, ham o'rinsiz ochchiqlanadigan yalaqa ayol muallim bog'u, u menga ertadan boshlab maktabga uzun kiyim, yog'liq bilan kelsang, seni maktabdan qo'g'lib etaman. Men bundaq kiyimlarni yoqtirmayman dedi. Buni anglagan ona nihoyat g'amkin bo'ldi va qizim, bu Allah yaxshi ko'radigan kiyim. Muallim yoqtirmagan bilan Allah yoqtiradi. Siz kimning gapini anglaysiz? Sizni chiroyli yaratgan va sonsizlagan ne'matlarni bergan zotning gapini anglamsiz yoki o'zingizga o'xshash Allohning bandisi bo'lgan muallimningmi? Aqlli qiz kaskinlik bilan albatta Allohning deganini qilaman ana dedi. Ertasi qiz odati bo'yicha uzun kiyimni kiyib, beshiga yog'liq otib maktabga bordi. Qizni ko'rgan muallim uningga savodashlar ichida qattiq topitani qilishga boshladi. Qiz savodashlari oldida izo tortqanicha yig'lab tashladi va muallimga qisqa, ammo cho'nqur, ma'noliq mono so'zlarni qildi. Rostini desam, men kimning gapini anglashni bilmayapman. Sizningmi yoki Allohningmi? Sizning gapingizni anglasam, sizda ham bo'yicha beshimni ochiq qo'yib, qisqa, ochiq kiyimlarni kiysam bo'ladi ekan. Allohning gapini anglasam, yog'liq otib, uzun kiyim kiyib, sharmi hayoliq yursam bo'ladi. Bilib qo'ying muallim, men nima bo'lishidan qat'iy nazar Allohning deganini qilaman. Maktabdan qo'g'lib olsangizmi mayli, lekin mendan sizga nasihat bo'lib qolsinki, sizmi Allohning gapini anglab, ustingizga uzun kiyim kiyib oling. Men sizning gapingizni anglamasam, ochchig'ingiz keldi-ku. Shuningga o'xshash, sizmi Allohning gapini anglamasangiz, Allohningmi ochchig'i keladi. Sizmi o'ladigansiz? Ölsangiz savol boshlanadi. Siz o'limdan qochib qutulanmagandek, savol so'roqdanmi qochib qutulanmaysiz muallim. Muallim qizning bu o'tkir gaplarini anglagandan keyin lomjim demasdan sukutga cho'mdi va o'yga patdi. Birdamlik sukutdan keyin muallim qizdan atsi deganda onasi bilan birga kelishni talab qildi. Ona muallimga bu vaqtda obdan bir dars berib qo'yishni ko'ngliga pukib maktabga yetib keldi. Ammo ona muallimni ko'rib hayron qoldi. Chunki muallim bugun boshqacha bo'lib ketgan edi. Uzun kiyim kiygan, chiroyli yog'liq otib olgan muallim qizining onasini ko'rib mundoq dedi. Sizga ko'p rahmat. Qizingizni nihoyat yaxshi tarbiyalabsiz. U menga hayotimdagi eng muhim bir darsni berdi. Men uzun yil o'qigan va bolalarga ta'lim-tarbiya beradigan bir muallim turib, bundoq go'zal nasihatlarni anglab boqmabdi ekanman, ham bu vaqtda o'ylanib boqmabdi ekanman. Qizingiz menga cho'nqur ta'sir qildi. Men shu kuni maktabdan qaytib kelibla jaynamozga chiqib yig'ladim. Allohga tavba qilib, gunohlarimning mag'firat bo'lishini tiladim. Muallim shu kundan boshlab islomcha kiyinib, 5 vaqt namoz o'qishni boshlavetdi. Allohning rahmati bilan uning bosh og'riq kesilimi tamoman saqayib ketdi. Uning bilan to'y qilish uchun bir qancha yigit oilasiga elchi kirgizdi. Muallim ulardan nihoyat yaxshi diyonatlik biri bilan to'y qildi. Muallim har doim yiliqi qizga mundoq deydi. Siz nima degan yaxshi ha? Siz mening hayotimda cho'ng bir o'zgarish paydo qildingiz. Men Allohning yordami, undan qolsa sizning sababingiz bilan islomiy hayotimga qaytib keldim.